Ve hammaga assalomu alaykum, podpischilarim, yaxshimisizlar? Bu videoni maksimalniy darajada tarqatib yuboringlar. Kommentariyaga любой odamni atmetga qilib ketaveringlar, Короче, rasmdagi bolani ko'ryapsizlar. Rasmdagi bola Moskvada yo'qolib qolgan. Kelganiga mana 6 oydan oshgan, bedarak yo'qolgan. Qayerga ketdi, nima bo'ldi, hech kim ma'lumot bilmaydi ham. Shu bolani iloji boricha tarqatib, rasmlarini topishimiz kerak. Ma'lumotini beraman. Isroilov Mashrafjon 2003-yilda Andijonda, Sharxonda tavallud topgan bolamiz Rossiyaga ishlash maqsadida kelgan, imенно Moskvaga yo'qolib qolgan. 6 oydan beri bedarak yo'qolib qoldi. Akalar, ukalar, mana shu bolani topishga maksimalniy qo'ldan kelgancha yordam beraylik. Keyin men bitta g'alati gap eshitib qoldim. Katta blogerlar 1 millionta, 1,5 millionta, kamida 500 mingta podpisчиги bor blogerlarga chiqsa, $700, $800 reklama qilib beraman debdi. Va blogerlar, senlar qachondan boshlab yo'qolgan odamdan pul qilishni boshlashding? Senlar qanday ko'tarilib qolishgansan? Senlarning prosmotrini mana shu xalq ko'tarib beryapti. Senlarning aktivini mana shu xalq usha bergandan keyin endi nima, yo'qolgan odamni soqa qilishga o'tishdingmi? Men eshitib yomon asabim buzildi. Bor, yo'qolgan odamga $800 ga reklama qo'yib tarqat berarmish. Rasmini qo'yib yo'qoldi deb. Uyat bormi? Senlarni mana shu xalq ko'targandan keyin bir ozgina paddeshga berib qo'ysang, uzilib tushadimi? Iloji boricha mana shu men qo'ygan videoda mana pasportini o'zining rasmini qo'yib qo'yaman. Istoriyalarga qo'yinglar, o'zini blogerman. Xalqim uchun ozgina bo'lsa ham manfaatim tegsin, yordamim tegsin degan blogerlar istoriyalarga qo'yib tarqatib qo'yinglar mana shu videoni. Shu ukaxonni topmasak bo'lmaydi. Ota-onasi qiynalib ketdi. Qayerga borishni bilmayapti, qayerdan istashni bilmayapti. Agar hammamiz birgalikda harakat qiladigan bo'lsak, auditoriyalarimiz ko'p, tarqatib yuborsak topamiz, yo o'ligini, yo tirigini, nima bo'lgan taqdirda ham shu bolani topishimiz kerak. 6 oydan beri bu bola bedarak yo'qolgan. Qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar, hech nima bo'lmaydi. Istoriyangizga qo'ysangiz yoki post qilib qo'ysangiz sizga hech qanaqa zarari tegmaydi buni. Uyatinglar, mo bet bormi? $800, $500 bersangiz reklama qilib, yo'qolgan odamdan pul olish bir uyat emasmi? Uyatmasmi yo'qolgan odamdan pul olish? Maksimalniy darajada tarqatib yuboramiz. Kimda qancha podpisчиги bo'lishidan qat'iy nazar istoriyalarga qo'yinglar, o'zini blogerman deganlar istoriyasiga qo'ysin. Maksimalniy darajada tarqatib yuborishimiz kerak. Bu bolani qidirishimiz kerak. Bu bolani qidirmay qo'yganligi uchun, yaxshi qidiruv bo'lmaganligi uchun bosti bo'lib ketyapti. Lekin biz mana xudo xolasa 1 oy ichida katta rezultat qilib, hamma joylarga rasmlarini tarqatib, pasportlarini tarqatib, hamma stroykada bir-biriga aytsa, bu bolani topamiz xudo xolasa inshaalloh. Topib vatanga qaytaramiz bola. Qo'lingizdan kelgancha paddeshga qilinglar. Teskari qarab olmanglar bunaqa vaziyatda. Bu bolani ota-onasi qiynalib ketdi. Kimga murojaat qilishdi, qayerdan qidirishni bilmay yuribdi. Hammamiz birlashishimiz kerak, shu bolani topishimiz kerak bo'ldi, to'cha. Maksimalniy darajada videoni tarqatib yuboringlar, kommentariyaga любой ismni atmetga qilib ketinglar. Rishotkani bosasizlar, любой bitta harfni bosasizlar, ism kelib chiqadi, bosib tashlanglar.